Assalomu alaykum. Mana bugun biz mashg'ulot bo'yicha keldik. Shunda viloyatdan soliq inspeksiyalari kelgandan kelishuvda savol javoblar bo'ldi. Unga biz ijobiy ma'lumotga ega bo'ldik. Masalan, men savolim, qizim tibbiyot institutida o'qiydi. Birinchi kursda men yil davomida 4 bo'ylab kontrakt pulini to'lab keldim. Mana tugatdim. Menga soliqimizni qaytarib berishadimi degan savolga ijobiy javob oldim. Rahmat, minnatdorman sizlarga. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Mana bugun soliq boshqarmasidan soliq xodimlari kelib, bizga bugun o'quv seminari o'tishdi. Soliq sohasida quyidagi masalalar ko'tarildi. Jismoniy shaxslardan olinadigan yer mulk soliqlarini birinchi to'lov muddati 15-aprelda o'tganligi, lekin yillik hisoblangan soliqlarning teng yarmi to'lamaganligi va soliq to'lash har bir fuqaroning burchi ekanligi, biz to'lagan soliqlar o'zimizga va farzandlarimizga qaytishi, maktablar, bog'chalar qurilishi va undan tashqari mahalla obodonligiga sarflanishi to'g'risida tushuntirish ishlari olib bordilar. Va undan tashqari naqdsiz hisob-kitob haqida tushuntirish berib o'tdilar. Undan tashqari yashirin iqtisodiyotga yo'l qo'ymaslik bo'yicha tushuntirish ishlari olib bordilar va hammasini jamlagan holatda barcha daromadlardan soliq to'lash va 2026-yil 1-yanvardan boshlab o'zini o'zi band qilganligi shaxslar faoliyatida yaratilgan elektron platforma, ya'ni Paynet xolis ilovasi asosida aylanmalarning 1%ni masalan soliq to'lash tartiblari haqida tushuntirib o'tdilar. Bugun mana hamma ishchilar mana shu seminarda qatnashib, o'zlariga kerakli xulosalarni olishdi. Har bir ishchimiz bugun soliq idorasidan kelgan xodimlarga o'zlarini fikrlarini bildirib, ya'ni soliq qonunchiligida ko'rsatilgan talablarni ijrosini har bir temir yo'lchi o'ziga javobgar holatda amal qilishga biz doimo shaymiz va amalda bajaramiz.